Eldor Shomurodovning goli Jahon chempionatidagi eng chiroyli gol bo'lish uchun da'vogarlik qilmoqda. 2026-yilgi FIFA Jahon chempionatida O'zbekiston futboli tarixida yana bir muhim voqea yuz bermoqda. O'zbekiston terma jamoasi sardori Eldor Shomurodovning Kongo DR darvozasiga urgan ajoyib goli FIFA tomonidan turnirning eng chiroyli gollari qatoriga kiritildi. FIFA rasmiy saytida turnirning eng yaxshi goli nominatsiyasi uchun ovoz berish boshlandi. Guruh bosqichida urilgan jami 215 ta gol orasidan ekspertlar tomonidan eng chiroyli 12 ta gol saralab olindi. Quvonarlisi shundaki, ushbu ro'yxatdan O'zbekiston vakili Eldor Shomurodov ham o'rin oldi. Shomurodovning Kongo DR darvozasiga uzoq masofadan mahorat bilan yo'llagan parashyut zarbasi nafaqat muxlislar, balki futbol mutaxassislari tomonidan ham yuqori baholanmoqda. Ushbu gol texnik ijro, aniqlik va vaziyatni to'g'ri baholash borasida turnirning eng yorqin gollaridan biri sifatida e'tirof etildi. E'tiborlisi, Eldor Shomurodov bu nominatsiyada Lionel Messi, Kylian Mbappe, Vinicius Junior kabi dunyoning eng kuchli futbolchilari bilan bir safda kurash olib bormoqda. Bu esa O'zbekiston futbolining xalqaro maydondagi nufuzi tobora ortib borayotganining yana bir isbotidir. Endi esa hammasi futbol muxlislarining qo'lida. Aynan sizning ovozingiz Eldor Shomurodovning ushbu nufuzli sovrinni qo'lga kiritishiga yordam berishi mumkin. Aziz yurtdoshlar, keling birlashaylik va O'zbekiston sharafini himoya qilayotgan futbolchimizni qo'llab-quvvatlaylik. Ovoz berish uchun videoning opisaniyasida qoldirilgan havola orqali FIFA rasmiy saytiga o'ting va Eldor Shomurodov uchun ovoz bering. Har bir ovoz muhim. Keling, birgalikda Eldor Shomurodovning golini Jahon chempionatining eng chiroyli goli deb e'tirof etilishiga hissa qo'shaylik.